dam olish maskani emas. Ko'rinishi to'g'ri gap, lekin o'xshaydi. Usta akalarimiz shunaqa atmosfera yaratib qo'yishibdi. Mana shu yerdan boshlab turib besetga bitta qaraysiz. To'g'ri gap, charchagan odam prosta dam oladigan joyda, prirodani qarang. Atmosfera vobshe dahshat. Liboyki odamga, misol miyasiga dam beradigan joy qilib qo'yishibdi. Ana Ahmadali aka, Zaynobiddin qo'shma korxonasi. Mana shunchalik zo'r. Hozir bitmagan holati mana shunchalik. Bu tomonda yana qo'shimchalar bor. Yana qilinadigan ishlari bor, bu tomonlar bor hali. Lekin sabrimiz chidamayapti. Oddiy uyda ham mana shunaqa narsani qilsa bo'lar ekan. Qimmat bo'lmaydi, oshcha vaqt ketmaydi, xudo xolasi. Vaqtlarini topib, imkoniyat boricha sizlarga ham kerak bo'lsa, murojaat qilsanglar, qilib berishaveradi. Xudo xolasa. Xullas, hozircha gap shu. To'g'ri gapiryapman-a, Zanobiddin? To'g'ri aytgan. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha, nasib qilgancha kuzatib tursanglar, dalish yana ishlarni qo'yib boradi. Sog' bo'linglar.